o'quvchilari Batirbek qizi Nazim және Akmali Amina. Biz bugun sizlarga kuzgi japroqlarning nechta sarg'ayatidan tajriba yuzasiga ko'rsatishimiz keladi. Bugungi bizning tajribamizning taqdiri kuzgi japroqlar nega sarg'ayadi? Bizning tajribamizga kerakli zatlar: bir necha zaqimdalmagan yaxshi japroq және 3 idishda spirt. Bu idishga japroqni solamiz. Және üstüne azdab spirtni quyamiz. Azagan vaqtdan içinde japroqlar alkogol klorofilni idratib, jasur üstü azaytdi. Tajribamizda ko'rsatgandek, japroqdagi jasur klorofil idrab, boshqa pigmentlar, karotinlar va antioksidanlar ko'rina boshladi. Bu tajriba qaramayim, biroq o'ta qiziqdi. Bu bizga kuzgi japroqlar nega sarg'ayotganini ko'rsatadi. Klorofil idrabida rasm turgan sariq және qizil tusli pigmentlar ko'rinadi. Sol orqali teoriyani uylangan narsani tajribada ko'rdik.